Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan Dilaz Abdurazzoqov. Bu videoda qanday qilib dilazda fintlar qilishni o'rgataman. Birinchi olib tepaga surasiz. Keyin pastga surasiz. Tepaga. Tepada 2 marta surasiz. Ekran 2 marta tepaga sursangiz, qilib turganimda o'tkazgan bu. Messi aldı. Bugungi video yaxshi bo'lyapti deb umiddaman. Like, podpiska bosib qo'yamiz. Shu gol urgan o'yinchi kimligini kommentga yozib yuboringlar.